Mening ismim Ulmas. Menga 3 yoshimda bolalar serebral falaji tashxisi qo'yildi. Barcha yaqinlarim tushkunlikka tushib, onam yig'lardi. Buning barchasi men bilan bog'liqligini tushunardim va bundan juda o'ksinardim. Mustaqil o'tirishni, yurishni, ovqatlanishni, kiyinishni bilmasdim. Men doimiy yordamga muhtoj edim. Bu tashxis go'yoki umidsizlikni bildirardi. Shifokorlar bizga Qurbonov nomidagi Respublika bolalar ruhiy asab kasalliklari shifoxonasiga murojaat qilishimizni maslahat berishdi. Katta umid bilan oilam ushbu shifoxonaga yo'l oldi. Birinchi bo'lib bizni shifoxonaning maslahat tashxislash poliklinikasining mutaxassislari kutib olishdi va tashxisimizni tasdiqlashdi. Ular bizga bolalar serebral falaji hukm emasligi, buning uchun yilda 2 marotaba keng qamirlovchi reabilitatsiyadan o'tib, oila a'zolarini va shifoxona mutaxassislarining sa'y-harakatini birlashtirish zarurligini aytishdi. Ota-onamga ambulator sharoitda davolanishni, ya'ni barcha muolajadan o'tib, yana uyga qaytishni, shuningdek onam bilan birgalikda yotib davolanishni yoki bo'lmasa bolani o'zi statsionar sharoitda davolanishga qoldirish mumkinligini tushuntirib berishdi. Ota-onam 3-variantni tanladilar va men 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarni davolaydigan 6-bo'limga yuborishdi. Men juda qo'rqdim. Oyim men bilan qola olmasdi, chunki mendan ko'ra onamning yordamiga muhtoj bo'lgan kichkina singlim bor edi. Bo'limga meni hamshira olib keldi. U meni tarbiyachi va boshqa bolalar bilan tanishtirdi. Men kasal bolalarning yuzidagi tabassumni ko'rdim va bu meni tinchlantirdi. Men tengdoshlarim bilan tez do'stlashib, vaqtimni maroqli o'tkazardim. Bo'limimiz bolalar bog'chasiga o'xshardi. Kun davomida bizlar turli davolanish xonalariga jalb etilardik. Davolanish oralig'idagi tanaffuslarda biz bilan birga tarbiyachi shug'ullanardi. Biz rasm chizardik, applikatsiya sardik, rasmlarni bo'yardik, qo'g'irchoq teatrida rollar ijro etardik. Ertalab o'qib, she'rlar yod olardik. Menga ko'proq musiqa mashg'ulotlari yoqardi. Bu mashg'ulotlarda qo'shiq kuylashni, raqs tushishni o'rganardik. Davlat va xalqaro bayramlar munosabati bilan bayram ertaliklari va konsert dasturlari tayyorlardik. Shuningdek, Fitolandiya xonasiga borishni yaxshi ko'rardim. Bu yerda biz bilan nafaqat psixolog shug'ullanardi, balki biz u yerda mazza qilib o'ynashimiz mumkin edi. Birinchi reabilitatsiya kursidan so'ng men mustaqil o'tirib, o'yinchoqlar bilan o'ynab, alohida so'zlarni gapira boshladim. Bunday natijalar butun oilamni ilhomlantirdi va biz to'g'ri yo'lda ekanligimizdan xursand edik. Shifokorning maslahati bilan men har 6 oyda davolanardim. Davolanish kursining oxirida sanasi ko'rsatilgan qayta kasalxonada davolanishga yotqizish uchun chaqiruv berilardi. Ota-onamga yurishni boshlashim uchun jarrohlik amaliyoti amalga oshirish vaqti kelganligini aytishdi. Shifokorlar bizga jarrohlik amaliyoti mushaklar va paylarda amalga oshirishni va ular xavfsiz ekanligini, asoratlar foizi juda kam ekanligini tushuntirishdi. Oilaviy muhokamadan so'ng ota-onam jarrohlik amaliyotiga rozi bo'lishdi. Menga operatsiya qilishdi. Ortoped shifokorlar hamshiralarimizning bizga ko'rsatgan malakali darajadagi mehr-g'amxo'rliklari, biz bilan hazillashib ko'nglimizni ko'targanlari operatsiyadan keyingi hech qanday og'riq va boshqa muammolarni sezmaslikka yordam berdi. Jarrohlik amaliyotidan keyin meni uzoq intensiv reabilitatsiya, men ko'p mehnat qilardim, chunki bu yurishim uchun katta imkoniyat edi. Ota-onamning oldiga o'z oyoqlarim bilan yurib chiqqanimda, ularning ko'zlaridagi quvonch yoshlarini ko'rganimda, buni ta'riflab bo'lmaydigan g'alaba tuyg'usi ekanligini his qildim. Asta-sekinlik bilan bir bo'limdan ikkinchisiga o'tib, yurishni, o'z-o'zimga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini egalladim. Ko'p narsalarni o'rgandim. Shifoxona qoshida maktabning borligi uzoq muddatli davolanish jarayonida maktab o'quv dasturidan orqada qolmasligim uchun katta yordam berdi. 18 yoshimga qadar yiliga 2 marotaba ushbu shifoxonada reabilitatsiyadan o'tdim. O'rta maktabni tugatgach, shifokor bo'lish orzusini ro'yobga chiqarishga qaror qildim va buni uddaladim. Tibbiyot institutiga o'qishga kirdim. Hozir men 4-bosqichda tahsil olaman. Tajriba orttirish uchun ishlashga qaror qildim va albatta men o'z shifoxonamga bordim. U yerda meni uqalash tibbiyot og'asi lavozimiga qabul qilishdi. Shifoxonada ishlab, autizm spektr buzilishlari va spinal mushak atrofiyasi bo'lgan bolalarni reabilitatsiya qilish bo'limlari tashkil etilganligini bildim. Qachondir menga yordam berishgani singari men ham hozir bolalarga yordam berayotganimdan juda faxrlanaman. Bu yerga tashrif buyuring. Sizga ham albatta yordam berishlariga ishonchim komil.